iPhone telefoninglarni televizor ekraniga chiqarib, shuna повтор ekran qilib ishlatib ko'rganmisizlar? Buni qanaqa qilishni videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Buning uchun iPhone telefonini tepasidan tushirib olasizlar va повтор ekran degan joyi bo'ladi. повтор ekran degan joydan televizor modelini bosasizlar va kod so'raydi. Kodni ko'rishingiz mumkin, televizor o'zini ekranda chiqarib beryapti, kodini terib olasizlar. OK bosib olasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Ular ko'rishingiz mumkin. Hozir o'ng tarafdan chiqdi. Buni xohlasanglar o'zingizga moslab katta qilib olsanglar bo'ladi. Polni ekran qilib olsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana polni ekran bo'ldi. Bu yerda o'sha burchaga ham surib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni televizor ko'rayotganda burchaga surib qo'yib, telefondan boshqa ishlaringizni bemalol qilsangiz bo'ladi. Telefondan ham bemalol o'sha narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, telefon qanaqa harakatlanayotganini xuddi shuni qaytaryapti. Ya'ni bu повтор ekran. Shu aytgandek, bu yerda nima yaxshilar bo'lib bor desanglar, masalan, oilaviy video, rasmlar bo'lsa, bemalol televizor ekraniga chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. YouTube, Netflix, Telegram, Instagram hammasiga kirsangiz bo'ladi. Bemalol o'tirib katta ekranda o'yinlar ham o'ynasanglar bo'ladi. Yana sizlarga bitta muhim eslatma, telefoninglar bilan televizoringlar bitta Wi-Fi ulangan bo'lishi kerak. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, bundan qiziqarli videolarni kuzatmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.